Nazaket opa, hozir qabulingiz qayerda bo'ladi? Hozir Xushbegida qabul. Tak, ertaga yakshanba, dushanba kuni meni qabulim master klass osteopatiya bo'yicha Qarshida ochgan. Filialimizda Qarshida qabulim ham bo'ladi. Men maslahat berardim, osteopatiya bo'yicha qizlar kelib o'qishini, atigi 500 ming so'm qilganman. ZRR, ZPR bilan imminni boshi bilan ishlashga juda ham zo'r narsalar o'rgataman. Keyin iyul oyida o'qimoqchi bo'lganlar diqqatiga, master klassimizda 9-da Surayyo bilan va yangi o'quv kursi boshlanadi iyulda. Biz sizlarga Fransiyadan kelgan Olmaotaga boramiz. 3-dan 6-gacha Surayyo bilan, kursdoshim Jovlon bilan biz master klass seminar darsga boramiz Olmaotaga. Fransiyadagi zo'r osteopatdan zo'r narsalar o'rganamiz. Tak что iyul oyida o'qiyotganlarga va Surayyo bilan bo'ladigan master klassga kelayotganlarga rosa zo'r texnikalar o'rgatamiz.